Mana qarindoshlar nikohda bitta farzand nogiron, ikkita farzand nogiron, uchta farzand nogiron tug'ilganda, lekin sizlar birinchi homiladorlikda ozgina bo'lsa ham risk bildinglarmi? Faqatgina bolasi emas, bolasidan keyingi avlod, nebaralarda uchraydi. Eng yomoni yashirini bu aqliy zaiflik. Juda ko'p aytib o'tgan mavzularimizdan bittasi qarindoshlar o'rtasida nikoh. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohni ko'rinmaydigan joylari va juda ham muhim va juda ham ayanchli joylar to'g'risida gapiramiz. Juda ko'p efirlarimizda aytib o'tganmiz, qarindoshlar nikoh qo'yishini, nikoh qurishini biz tavsiya bermaymiz. Lekin yana shunaqa muammo borki, tekshiruvdan o'tmaslik. Hamma qarindoshli nikohlarda ham kasal bola tug'ilavermaydi. Bittasida tug'ilmayapti, sog' bola deb, ikkinchisida sog' bola deb hamma turmush quraveradi. Lekin bu bolasi har doim hammaniki sog'lom tug'iladi degani emas. Yashirin muammolar bor. Qarindoshlar nikoh quradi, bolalari sog'lom, hech qanaqa muammosi yo'q. Lekin bularda yashirin muammolar uchrab turadi. Sababi faqatgina bolasi emas, bolasidan keyingi avlod, nebaralarda uchraydi. Boyagi yurak yetishmovchiligi, qandli diabet va aqliy zaiflik eng juda ham muammolarni eng yomoni yashirini bu aqliy zaiflik. Maktabda to'g'ri o'zlashtirmaslik, sportda to'g'ri natijaga erishmaslik va hayotda ham o'z o'rnini topa olmaslik. Sababi o'z fikrini aniqlab yetkazib bera olmaslik. Bu ko'p hollarda o'sha qarindosh nikoh oilalarida uchrab turadi. Shu sababdan hech qachon biz tavsiya bermaymiz qarindoshlar nikoh qurishini. Lekin yana yo'li bor. Qarindoshlar nikoh qurishdan oldin genetik tahlillardan o'tishligisini tavsiya beramiz. Biomed klinikasida barcha tekshiruvlar yo'lga qo'yilgan. Mana qarindoshlar nikohda bitta farzand nogiron, ikkita farzand nogiron, uchta farzand nogiron tug'ilganda, lekin 4-farzandda kelishdi. Biz lecheniya qildik, birinchidan tashxis qo'ydik. Muammoni asl negizini topdik, tashxis qo'ydik va 4-farzandi sog'lom tug'ildi. Jamiyatda ham nogiron bolani ko'paytirmasdan shu birinchi farzand nogiron bo'lganda kelib tashxis qo'yishini tavsiya beramiz. Bu oilada 3ta farzand nogiron, bitta farzand sog'lom. Bunaqa holatlarda agar ko'p kuzatiladi, bizda ko'p kuzatiladi bunday holatlar. Bunday holatlarda sizlar birinchi homiladorlikda ozgina bo'lsa ham risk bildinglarmi? Tezda tekshiruvga kelinglar. Bizning tavsiyamiz qarindoshlar nikoh qo'yyapsizlarmi? Tekshiruvga kelinglar va homilador bo'ldimi ayol kishi tekshiruvga kelsin. Qarindoshlar nikohida bitta tekshiruv deb farzandlar sog'lom tug'ilishiga sababchi bo'lasizlar. Lekin shunday holatlar borki, oilalar tekshiruvdan o'tkazmaydi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta farzand nogiron bo'lsa ham, lekin tekshiruvdan o'tmaydi. Bu tekshiruv juda ham oddiy. 1 kubik 1 millilitr qon topshirib, sizlarda 20 mingdan oshiq genetik tekshiruv o'tkaziladi va shunaqa xavfli DCP tekshiruvi, orqa mushak atrofiyasi, rakit va shunga o'xshagan yuzlab kasalliklarni oldini olgan bo'lasizlar. Bu tekshiruvlar sizga irsiyatingizni aniqlab beradi. Ota tarafdan tashuvchanlikmi yoki ona tarafdan tashuvchanlikmi yoki ikkala tarafdan tashuvchanlik bor. Barchasini tekshirib, sizlarga aniq tashxis qo'yib beradi. Farzandi sog'lom tug'ilgan taqdirda ham bu bolalarni tekshirish kerak. Sababi bu risk, yashirinib yotgan genetik risk. Sababi u bolada kuzatilmasa, ota-onadan kelgan tashuvchanlik bolalarda kuzatilishi mumkin. Nevaralarda avlodingiz sog'lom, undan keyingi avlodingiz sog'lom bo'lishi uchun yashirin yotgan genetik kasalliklarni ham oldini olish kerak. Nafaqat qarindoshlarda, balkim qarindosh bo'lmagan oilalarda ham oila qurishdan oldin genetik tekshiruvdan o'tishni tavsiya qilamiz. Sababi qarindosh bo'lmagan oilalarda ham genetik nosog'lom bolalar tug'ilishi uchrab turadi. Lekin qarindosh oilalarda buni foizi 10 baravarga oshib ketadi. Bizlarni kuzatayotganlar ichida yaqinda turmush qurayotgan yoki oila qurayotgan yoki farzandini yangi turmushga tayyorlayotgan oilalar uchun tavsiyamiz. Albatta genetik tekshiruvdan o'tinglar. Bu faqat sizlar uchun kerak. Sizlar avlodinglar uchun, avlodinglar sog'lom bo'lishi uchun siz uchun kerak. Albatta genetik tekshiruvdan o'tinglar. Barcha savollaringizni yozib qoldiringlar. Barcha savollaringizga javob beramiz.